Hammaga assalomu alaykum. Ravshanbek Ibrohimov kanaliga xush kelibsiz. Bu videomizda biz qanday qilib ton kriptovalyutasini ishlash bo'yicha 3 ta botni ko'rsatib o'taman. Demak, videoni oxirigacha ko'ramiz va kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yishingizni so'rab qolaman. Bizga mana shu bot kerak bo'ladi, ya'ni Qushlar imperiyasi degan bot. Hop, bunga kirganimizda mana shunday oyna ochiladi. Sizga kirish uchun nimalardir so'rashi mumkin. Hammasini tasdiqlab kirib olasiz va bu yerda mana shu holatda chiqib turadi. Bu holatda mana bu yerda istalgan qushni bossangiz, mana buni yoki mana buni bossangiz, mana qushlarga kirib ketasizda, qushlar mavjud emas. Mana bu qafasdagi qushlarni ochish va ko'proq sotib olish orqali tuxum yig'asiz. Hozir mana pastda balans turibdi. Menda 18 ta bo'ldi tuxumlar, ya'ni bu sizga tuxum beradi. Mana shu tuxumlarni o'yinni mana bu yerda o'zini valyutalari bor. Mana shu pullarga almashtirib olasiz va buni pul qilib chiqarib olsangiz bo'ladi, ya'ni ton sifatida. Demak, istalgan qushga bosamiz yoki mana bu yerda magazin tugmasi bor. Mana shu yerga bosishimiz kerak bo'ladi. Mana magazin tugmasiga bosganimizda shu holatga o'tadi va bu yerda mana kupit tugmasini bosib sotib olishimiz kerak bo'ladi. Sotib olsak bo'ladi mana qushlarni menda. Hop, mana bu birinchi qushda 6 ta bor. Mana bu yerda nechta borligini ko'rsatadi. Buni narxi 1000 ta. Mana bu valyutamiz hisoblanadi. Silver deb qo'ygan. Bu qushda esa bir donagina bor. Xullas, mana shunday qilib sotib olsangiz tuxumlarni ko'proq berishni boshlaydi. Endi bu yerda zadaniya bo'limi bor. Bu yerda vazifalar kelib turadi. Mana shu vazifalarni bajarsangiz sizga bonuslar beriladi. Bundan tashqari podpisatsiya bo'limida podpisatsiya bo'ladigan kanallar va другие bo'limida turli xil yana omborlarni ko'tarish nimalari bor. Mana hop, endi bu yerdan sklad bo'limida bu siz omboringiz, ya'ni bu yerda mana hozir menda 30 bitta bor. 200 taga yetganda yo 200 tadan oshganda mana bu prodat tugmasini bosib bu yerdan mana bu yerda обменять bo'limini bosib mana 200 taga yetgani yo'q. Shuning uchun обменять tugmasini bosib mana bu kriptovalyutaga almashtirib olasiz. Endi menyu tugmasiga bosamiz. Menyu tugmasida mana bu yerda menyu tugmasi bor. Shuni ustiga bosib bu yerda mana обменник degan bo'lim bor. Shuni ustiga bosamiz va bu yerda almashtirib olsak bo'ladi. Bunga almashtirsak bo'ladi. Aslida bunday qilmaymiz, chunki bizga ko'proq mana bu zolotaya serebro deyiladi. Mana shu valyuta kerak bo'ladi, bot valyutasi. Mana shu sariq tanga. Chunki shuni to'qib chiqarib olamiz. Menyu tugmasiga bosamiz va vivod bo'limiga kiramiz. Kirganimizda bu yerda mana turli xil valyutalarni taklif qiladi. Biz bu yerdan ton tanlashimiz kerak bo'ladi. Mana ton turibdi. Chiqarib olish uchun ton tugmasini bosamiz va bu yerga Telegram wallet yoki siz ton tushirmoqchi bo'lgan walletingizda mana walletga kirganingizda hop, bu yerda mana ton coin deb qo'ygan yoki mana bitta to'ldirish turibdi. Mana shu to'ldirish tugmasiga bosamiz. Kripto to'ldiringni bosib turib mana bu yerdan hop tonni topishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni ton coin mana ikkinchida turibdi. Shuni topasiz agar sizda chiqmasa pastdan topib mana bu yerda manzilni nusxalash turibdi. Mana shuni nusxalab olasiz. Nusxalab olish qilib botga qaytib kirib mana bu yerga qo'yasiz. Bu yerga biror narsani yozib qo'yasiz. Hop, bu yerga endi qancha chiqarmoqchiligingizni yozasiz. Ya'ni mana bu yerdagi sonni yoki bundan kamroqni yozasiz. 1000
72 bunimiz mana 0,08 ton bo'lar ekan. Shuni vivesti tugmasini bosib chiqarib olasiz. Demak, endi bundan tashqari ruletka bo'limi bor bu yerda mana. Mana bu yerda mana bu bunaqa trekket bo'lishi kerak. Sizda mana shu trekketga aylantirsangiz bo'ladi. Bizda mavjud emas. Mana bosganimizda bizda trekket yo'q deyapti. Xo'p, bundan tashqari referalnaya silka bor. Ya'ni buni bilamiz. Do'stlarimiz chaqirganimiz uchun bizga qanchadir mana bu serebrodan beradi. Mana bundan yoki boshqa bonuslar beradi. Referali bo'lmada nechta do'st chaqirganingizni va qancha pul ishlaganini ko'rsatib beradi mana. Qancha pul ishlashsa sizga qanchadir ulush beradi mana. Hop. Yana bir narsani aytib o'tib ketishim kerak. Vivot bo'lmida mana ma'lumotlar barchasini kiritganingizdan so'ng hop. Ma'lumotlar barchasini kiritganimizdan so'ng biz depozit qilishimiz kerak bo'ladi. Mana vesting bosganimizda mana $3 depozit qilsak botga keyin pulimizni chiqarib olsak bo'ladi mana. $3 depozit qilishimiz kerak. Pay tugmasini bosamiz. Xullas mana buni hamyondan depozit qilamiz. Ya'ni Telegram hamyondan ton tugmasini bosamiz va mana bizga kashalokda nimasini beryapti. Ya'ni 2,3 ton. Skopirovat kashalok qilamiz. Skopirovat summa qilamiz va kashalokka o'tib to'ldirishni bosib, xullas shunga o'tkazib to'ldirib olamiz hisobimiz. Keyingi botimiz bu Tom Beards boti. Ya'ni bu ham xuddi hozirgi botimizga o'xshagan bot hisoblanadi. Mana. Bu yerda ham bo'limlar ham bir xil hammasi. Mana. Ko'rsak bo'ladi. Endi bu yerda hamma narsa bir xil. Mana. Faqat ton chiqarsak bo'ladi bunda. Hop, bunda ham $3 depozit qilish kerak. Agar siz ko'proq ishlasangiz, depozit qilsangiz arziydi. Bundan tashqari mana bu yerda podpisatsiya bo'ladigan kanallar va boshqa vazifalar berilgan. O'sha bot bilan bir xil bot hisoblanadi. Albatta bot havolalarini opisiyaniyada qoldiraman yoki kommentariyada. Keyingi botimiz bu hamma bilgan Playdik boti. Buni ko'pchilik biladi. Oldingi videolarimda chiqarganman mana shu botni yangilangan versiyasi. Mana kiramiz. Bot haligacha ishlab kelyapti. Bu bot haqida Telegram kanalimga, YouTube kanalimga video joylaganman mana. Hop. Pastroqda kerak ancha oldin video joylaganmiz. Mana 1 yil oldin joylagan ekanmiz. Mana shu video hali ham turibdi. Mana shu bot hali ham ishlab kelmoqda. Hop, mana kiramiz. Bu yangilangan bot, chunki juda ham ko'p funksiyalar qo'shilgan. Bu yerda asosan nima qilishimiz kerak? Mana bu o'yinlar orqali turli xil botning o'zini valyutalarini yig'ib boramiz. Va bu yerdan gifts bo'lmida mana spin bor.
Spinga chaqirgan do'stlarimiz uchun yoki bajargan vazifalarimiz uchun mana o'yin o'ynaganlarimiz uchun, o'yinlarda yutganlarimiz uchun mana ko'rsatib qo'ygan. Mana shu shuncha ko'rsatib qo'ygan valyutalarni beradi. Mana shularni yig'ib spin aylantiramiz va mana shu spinda o'sha Ton yoki Notcoin yoki Telegram premiumlar yutib olsak bo'ladi. Mana menda 380 ta tiket bor. Mana hozir Notcoin chiqdi, lekin bitta narsasi ancha muammoroq, ya'ni har bir aylantirgandan so'ng bu yerda sizga reklama ko'rinadi. Mana Notcoin tushdi. Endi bu yerdan hop mana statistikalarni ko'rishimiz mumkin. Bu yerda mana Leaders bo'lmida mana do'stlar ko'rishimiz mumkin. Invite tugmasini bosamiz va havolani do'stlarimizga ulashishni bosib ulashsak bo'ladi. Mana shunaqa qilib tarqatamiz. Bundan tashqari bu yerda mana 250 ta Starsga premium olib, mana shu reklamalarni o'chirib qo'ysak bo'ladi. Bundan tashqari boshqa mana spinni 10 ta aylantirsak bo'ladi. Va boshqa bizga imkoniyatlar beriladi. Xullas, botga kirib tushunib olsangiz bo'ladi. Havolalar albatta описаниеda bo'ladi. Kirib bemalol Ton ishlashingiz mumkin. Ko'pchilik so'raganlari uchun mana shu mavzuda video qilishga qaror qildik. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Bugungi videomiz mana shulardan iborat edi. Kerakli ma'lumotlarni berdik deb umid qilamiz.